iPhone'da rejim modemni yopishni o'rganamiz. Buning uchun настройкаga kiramiz. Настройкаdan сотовый связьni topamiz. Сотовый связьdan сотовая сеть передача данныйga bosib, eng pastga tushsak rejim modem bor. Apana degan joyga любой narsani yozamiz. Imya пользовательga ham любой narsani yozib tashlaymiz. Farqi yo'q nima yozishingizni. Bitta chiqamiz. Yana bitta chiqamiz. Rejim modem yondi. Bitta anaqani o'chirib yoqib olamiz. Сотовый setni. Mana. Rejim modem yondi. Shunday rejim modemdan Wi-Fi tarqatib o'rtoqlaringizga ulashsangiz bo'ladi. Bu yerga kelib parollarni almashtirsa bo'ladi. Xohlagan bitta parol qo'yasiz. Bitta bosib, mana. Hozir Wi-Fi tarqatdi.